Assalomu alaykum aka-uka, kaptashbozlari. Bugun mana yangilari ham keldi, xudo xolasa. Sekin hozir boshlaymiz syomkani. Aka-ukalarimiz har xil kaptallarimiz bor, qo'ldan kelgancha syomkalarni qilib chiqaramiz. Like'larni bosib, kommentlarga yozaverasizlar. Qaysi kaptar kerak bo'lsa yoki bo'lmasa qanaqadir kaptar kerak bo'lsa, bemalol so'raverasizlar. Imkon boricha harakat qilamiz, arzonroq, sifatliroq kaptarlarni berishga harakat qilamiz. Sog'lom. Qo'ldan kelgancha. Ammo bizda shu narsa aslo uchirilmaydi ko'pi. Hatto qiziqishga ham birortasi uchirilmaydi. O'sha egalaridan olamiz, faqat sotiladi. Olib turib sotamiz xolos shu. 5-6 ta, 10 tani o'zimiz misol bir kun uchiradigan bo'lsak, bitta ikkita uchirishimiz mumkin. Unaqangi shuncha narsani uchiramaymiz mana akalar. Juda ko'p kaptarlar bor. Buni hammasini uchirib ko'rib, keyin sotolmaymiz. Boricha sotiladi bular. Mana akalar yana. Zakasga olingan kaptarlarimiz mana akalar. Hozir ko'ramiz. Hop. Ajoyib chiroyli. Kecha Marg'ilondan keldi bu kaptarlarimiz. Ajoyiblar mana. Aka-ukalarimiz. Hop. Qoradimlar. Makinskilar. Bitta ikkitasi shu yerda Qo'qonda o'zidan ham chiqqanlari bor. Uni nemisni o'zimizga oldik. Sherigi bor bizda buni. Xudo parlab qo'yamiz juplab sherigiga. Qiziqqanlar, nemisga qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, bundan bor. O'ziga o'xshagan sherigi bor. Xo'p, oqshubat dechalar mana. Xo'p. Qizil dushlar. Mana. Bu qopqon chinni deylar, Tashkentskiy. Narakan. Xo'p, oqshubat deylar, paypolilarda. Xo'p, mana Bakinskiylar. Qoradimlar, ko'k dumagan bor. Xo'p, Bakinskiyni ham zo'r berishdi, o'yinlar, uchoqlar zo'r deyishdi buni ham. Mana aka-ukalar, bularda ajoyib juda chiroylilari. Gul bodomimiz biroz zakaz qildi mana. Xo'pamiz. Xo'p, aka-ukalarimiz endi mana yerda nechta moda ekan bularda ko'rish kerak mana. Zakazga ajoyib narsalar kelgan. Xo'p. Qoradimlardan 2-3 ta bor ekan. Kim aka zakaz qilsalaring aka-ukalarimiz yig'ib berilaveradi, chunki kaptar nihoyatda ko'p. Hatto ko'p bo'lgandan keyin har xil turdan yig'ib beraveramiz mana aka-ukalarimiz. Narm moda qilib. Mana ham juda go'zal chiroyli narsa ekan. Toshkent chinnimizdan qopqon chinnisi. Ajoyib. Juda sifatli ekan. Bu ham sotildi. Xo'p, narx-navolarga keladigan bo'lsak, akalarimiz 25 ming so'm, 20 ming so'm har xilidan bor akalar. Qimmati shu 50 minggacha boradi aka. Bizda hozircha 50 ming. Ba'zilari shu 100 minggacha boradiganlari bor. Bizda olinishiga qarab turib, shu 5 ming, 10 ming so'm sotilaveradi. Bizda bunaqangi uchirib ko'rib turib, zo'r ekan buni 800 ming, 1 million demaymiz. 200 ming, 300 ming demaymiz. Shuni olamiz. Nech pulga 10 mingga olgan bo'lsak, 5 ming so'm, 3 ming so'm sotilaveradi. 50 mingga olgan bo'lsak, 5 ming, 10 ming qo'yib sotilaveradi. Shunaqa narsa. Bizdagi ishimiz shu hozir. Juda chiroyli, go'zal narsalar ekan bular ham. Xo'p, modalardan qoradimdan moda bor ekan. Oqchibatli moda, Bakinskiy moda bor ekan. Mana bu oqchibatli ham moda. Hop, bir 4 tami moda bor ekan. Yo 5 ta yo 4 ta. Moda. Juda chiroyli narsalar, sportivniy kaptarlar ekan bari. Yaxshi. Xo'p, aka-ukalarimiz yana endi mana ko'radigan bo'lsak, mana bozordan kelganlari mana juda chiroyli narsalari ham bor ekan. Hozir qo'yib yuboramiz ularni. Hop, aka-ukalarimiz mana boshladik.
1 2 3 4 5 6 7. Akalar bular har bittasini olib syomka qilgani to'g'risi vaqt cho'zilib ketib qoladi. Shuning uchun imkon boricha tashab turib, keyin bemalol bir sildira syomka qilib beraveramiz. Qiziqqanlarga. 8 9 Juda chiroyli narsalar ketdi. Go'zal, juda go'zal. Ko'kchalar, hakkalar. Ajoyib narsalar ekan. Ana juda uzun kaptarlar ham kelib qoldi mana. O'ta uzun ekan bu kaptar. Bakinskilar mana. Ya moda ekan mana. Hop. Aytdim. Kaptarlarimiz kelgan mana ko'kchalar. Yopishini lozim hammasini tashab beramiz. Kimga qanaqa kaptar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalarimiz. Nomerimiz 91 697 1961. Bitta kaptarlarimiz bari Marg'ilondan kelgan kaptarlarimiz, shuning uchun alohida qilib turibmiz. Hozir egalar olib ketsa, qolganlari o'zimizni bozordan kelganlarimizni ham tashlaymiz hozir. Mana bunaqa qilib yig'ib beraveramiz aka-ukalar. Arzon, narxi arzon. Eng muhimi narxi arzon, lekin ichida jekpoti ichida bularni. O'yinchoqlar ham zo'rlar chiqadi bularda ham. Juda ko'pchilikda yaxshi kaptarlar chiqyapti, uchiryapti. Xursand bo'lib rahmat aytib qo'yapti. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarga nasib qilsin bu kaptarlarimiz ham. Aka-ukalar, bu kaptarlarimizni boqib bundan soqqa qiladigan ish emas, lekin salomatlik uchun eng foydali narsa shu. Ishdan kelib charchagan paytda dom berib, kaptar tomosha qilib o'tirsangiz, uni gashti boshqa, zavqi boshqa. Uchirganingiz o'yinlari, cho'lari bo'ladi, kaptarni maza qilasizlar buni. Shu insonning umrini ma'lum miqdordagi, ma'lum qismini chiroyli, go'zal o'tishiga yordamlashadi. O'zining go'zalligi, chiroyligi bilan odamni o'ziga jalb qiladigan ajoyib xususiyatlari bor. Mana shu oddiy kaptarlar ham ancha insonni ruhiyatiga yaxshi ta'sir qiladi. Shuning uchun bemalol boqib, ko'paytirib, sotish, so'yib yeyish mumkin, uchirish mumkin, lekin qimor o'ynash mumkin emas. Buni ustida meniki zo'r uchadi, kimniki o'zlariga uchirib, pul tikib qimor o'ynab bo'lmaydi buni. Bizni gapimiz bor, bizdan katta shayxlarimiz gapi mumkin emas, bu harom hisoblanadi buni ustida qimor o'ynash. Meniki zo'r, senikidan o'tib ketadi, kimniki birinchi uchsa, kimniki baland uchsa $10,000, $20,000, $10,000 qilib bo'lmaydi akalar bular. Bu yaxshi bo'lmaydi bu ish. Xullas harom hisoblanadi. Shuning uchun yaxshi chiroyli narsalardan olib uchirib ko'ringlar, maza qilinglar. Yaxshi kunlarga boqib yuraveringlar mana. Juda go'zal hunarimiz bor ekan, mana shuni tomoda bo'lsa, tanlab qo'ygan.